Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan mevali trayfl tayyorlaymiz. Buning uchun bizga istalgan biskvit, ushog'i, muzqaymoqli krem, malina, banan va eritilgan shokolad kerak bo'ladi. Ishni muzqaymoq kremimizni tayyorlab olishdan boshlaymiz. Oldingi darslarimizda biz siz bilan muzqaymoq krem tayyorlashni o'rgangan edik. Xuddi o'sha usulda kremni tayyorlab olamiz. Yana bir marta eslatib o'taman. Muzqaymoq kremni tayyorlayotganingizda avval mikserning birinchi tezligida, keyin esa ikkinchi, keyin uchinchi tezligida sekin-sekinlik bilan tezlikni ko'targan holatda tayyorlaymiz. Mana muzqaymoq kremimiz tayyor holatga keldi. Istalgan kattalikdagi idishlarga trayfellarimizni tayyorlashni boshlaymiz. Maydalangan biskvitimizni idishlarimizga solamiz. Endi biskvitimizni ustidan banan to'g'rab chiqamiz. Malina solamiz. Endi mevalarimiz ustidan muzqaymoq kremimizni surib chiqamiz. Muzqaymoq kremimizni chiroyli qilib tekislab olamiz. Ustidan hozir eritilgan shokoladni quyganimizda bir tekisda chiroyli bo'lib chiqishi uchun. Endi esa eritilgan shokoladimizni muzqaymoq kremimiz ustidan quyib chiqamiz.
trayfellarimizni malinalar bilan bezatib olamiz. Mana trayfellarimiz tayyor bo'ldi. Endi qopqog'ini yopib, muzlatgichga kamida 1-2 soatga jo'natamiz. Mana bizning mevali trayfellarimiz ham tayyor bo'ldi. Bu trayfellarni bemalol yaqinlaringiz bilan ulashishingiz yoki bo'lmasa o'z mijozlaringizga sotishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rishguncha xayr, siz bilan Feya Cake asoschisi Hayitova Yoqutxon bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.